havaslar birinchi zarbadanoq orqaga qaytadi yoki to'xtaydi yoki boshqa bir havas topamiz o'zimizga ki hayotni bir shaklda ichiga ma'no olib kiraylik. Ammo u ham bir joygacha boradi, hech bir natijaga erishmaymiz. U ishimiz bo'lsin, o'qishimiz bo'lsin, o'zimizni ustimizda bilmadim ishlash bo'lsin, shaxsiy rivojlanish deymiz boshqa yoki bilmadim ibodatlarda shunaqa insonlar bor, har kuni soatlab Qur'on o'qishadi. Biz ham o'qiymiz deb o'zimizga o'zimiz va'da qilamiz, u insonlarga havas qilamiz, lekin bir kun, ikki kundan keyin u ish oson ish emasligi aniq bo'lgan lahzadan boshlab biz o'zimizga boshqa havas qiladigan narsalarni qidirishni boshlaymiz. Buning uchun, ya'ni bir ishda davomli bo'lish uchun, bir natijaga erishish uchun esa bizga kerak bo'ladigan narsa bu sabotdir. Sabot bo'lishi shartdir.